Chap qanot bo'sh. Ko'rdi. Rahmatov, rikoshet, Gevarkan, 1-0! Gevarkan! Birinchi bor emas bunday kombinatsiya tashkil etilishi Nasaf tomonidan va oxir oqibat natija bermoqda. Superkubokda hisob ochildi. 1-0 Nasaf oldinda. Jamoa sardori Artur Gevarkan gol muallifi. Artur golni qanday nishonlaganini ko'rdingiz. Demak, odatda futbolchilar golni bunday nishonlaganda bu degani oilasida farzand kutayotgan bo'lishi kerak. Mana yana bir bor tomosha qiling. Tojiyevning boshiga tekkach to'p o'z yo'nalishini o'zgartirdi va qanotga, o'ng qanotga borib tushdi. Go'yo bilgandek Gevarkan bordi o'sha nuqtaga va to'xtatmay turib zarba berdi. Rekkin u yerda hech narsa qila olmasdi. Bunday masofadan maydondagi eng xavfli zarbaga ega bo'lgan futbolchilardan biri. Mana o'sha kubok. Diqqat qiling, Nasaf O'zbekiston Super Kubogi g'olibi. Tabriklaymiz. Bu yerda menimcha ortiqcha ta'rifga hojat yo'q. Yana bir karra ekran qarshisida tabriklaymiz. Mavsum ular uchun ajoyib bir sovrin bilan boshlanmoqda. Ular bu sovringa munosib o'yin ko'rsatishdi. Keyingi mavsumda, ya'ni boshlanayotgan mana shu ajoyib jamoaga faqat va faqat g'alabalar tilaymiz.